12-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Qadrdonlar, ortiqcha chiroqlarni o'chiring. Ishlarni bir chetga surib, shunchaki mening ovozimga quloq tuting. Bu qismda biz har kuni kechqurun bilmasdan tushadigan va sog'lig'imizdan ayiradigan yashirin bir qopqon haqida gaplashamiz. Biz zamonaviy texnologiyalar bizning qulayligimiz uchun yaratilgan deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Afsus, bizni eski cho'g'lanma lampalarni tashlab yuborib, sovuq, oq nur taratuvchi, tejamkor, setadoid LED lampalarga o'tishga majbur qilishdi. Kechqurunlari esa soatlab telefon, planshet va televizor qarshisida o'tiramiz. Chiroylimi? Qulaymi? Ha, ammo buning ortida shafqatsiz biofizikaviy aldov yotibdi. Keling mantiqni yoqamiz. Tanamiz millionlab yillar davomida tabiat bioritmlari asosida yashab kelgan. Oq va moviy nur spektri tabiatda faqat bir mahal kun tikkaga kelganda, ya'ni peshin vaqtida bo'ladi. Siz kechqurun uyda yorqin oq chiroqlarni yoqqaningizda yoki uxlashdan oldin telefon ekraniga tikilganingizda ko'zlaringiz miyangizga tezkor signal yuboradi. Diqqat, tashqarida ayni kunduz soat 12, quyosh tikkada. O'sha soniyada ichingizda nima sodir bo'ladi? Organizmingiz qiroli epifiz shu zahoti bloklanadi. Shishkovidniy jeleza epifiz tun kelganini tushunmaydi va melatonin gormonini ishlab chiqarishni butunlay to'xtatadi. Uyqu fazalari buziladi. Siz 8 soat uxlashingiz mumkin, ammo miyangiz chuqur tiklanish fazasiga o'tmaydi. Siz ertalab charchagan, dovdiragan va holsiz bo'lib uyg'onasiz. Gormonal xaos boshlanadi. Melatonin bo'lmaganidan keyin tana dam olmaydi. Stress ortadi va organizm vaznni surunkali ravishda yig'ishni boshlaydi. Bunday semirishga qarshi parhezlar yordam bermaydi. Dunyoni boshqarayotganlar bu qonuniyatlarni juda yaxshi bilishadi. Tanamiz yangilanmasligi, miyamiz esa doim xavotir va stressda turishi uchun bizni tunu kun sun'iy kunduz rejimida ushlab turishdi. Xo'sh, nima qilish kerak? Yechim juda oddiy va u o'z qo'lingizda. Quyosh botishi bilan uylaringizni jonli nurga o'tkazing. Faqatgina iliq, sariq yoki olov rang tusdagi xira chiroqlardan foydalaning. Bu kechki gulxan yoki shamning tabiiy taqlididir. Telefonlaringizda esa tungi rejim, ko'k nur filtrini umrbodga yoqib qo'ying. Kechki paytlarga demoqchiman. Ichki dirijoringizga tun kelganini bildiring. O'zingizni asrang. Alloh omonat bergan tanani qadrlang. Uyg'oning, mudramang. Rulda haydovchi uxlamaydi. Haqiqiy osmon qoidalariga, Allohning marhamati bo'lmish qonunlariga qayting. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma chengiza.com. Haqiqat maskani shu yerda. 13 burj, haqiqiy osmon o'lchami, o'zingni tani.